ozgina yerim bor, lekin qanday qilib daromadli biznes qilsam ekan, ishlamasam ham pul kelib tursin degan dangasa akalarimiz bo'lsa, biz sizlarga mana quyosh stansiyasini tavsiya qilamiz. Bu quyosh stansiyasi orqali ko'p yillar mobaynida daromadingizni qilib foydalansangiz bo'ladi. Usta akamiz hisob kitobini qilib beradi. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Aka, bu yerda necha kilovatli stansiya o'rnatilgan? 40 kilovatli aka. 40 kilovatli. 40 kilovatlik Jinko brendiga tegishli panellardan qo'yib berganmiz akamizga. Aha. Bu 615 wattli Jinko paneli. Aha. 65 tani qo'yib berganmiz akamizga. Aha. Issiq kunlarda necha kilovat ishlab topadi? Issiq kunlarda aka 250 kilovatdan 300 kilovatgacha sotadi bir kunda. Davlatga sotadi. Davlat sotadi. Hozirgi paytda ob-havo o'zgaruvchi havo bo'lgani uchun o'rtacha 100 kilovat. O'rtacha 100 kilovat. Xo'p, ya'ni kilovatning narxi necha puldan bo'ladi? Kilovati o'rtacha 10 grid sistemasi bor. Bu faqat davlat sotish uchun. Uniki 3,5 million. Aha. Gibrid sistemasi bor. U xonadon uchun ishlatadigan, u 5,5 million 1 kilovati. Aha. Tushunarli. Xo'p, hozirgi kunda elektr energiyani 1000 so'm deb hisoblasak, kuniga 80 ming so'mdan davlatga tok sotyapti ekan. Sotyapti. Oyga hisoblasak, realniga hozirgi bo'layotib turgani 1000 so'mdan. Hozirgi 1000 so'mdan. Bitta olib qaraganda akalar, bitta oylikchi odamni yaxshigina oylik daromadi desak ham bo'ladi. Albatta zo'r bizneslardan biri. Agar sizga ham xuddi shunday quyosh panel stansiyasi qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar.